Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, YouTube ishki bozori, chorva ishki bozori, mol boqcha qizg'ada og'alarimiz, jonlaringiz sog'mi? Bugun sizlarga xudo xolasa yana bir manfaatli va kerakli videolardan birini qilyapmiz. Xudo xolasa Hamzabek akamizning Optim silosdan yangi partiya siloslar keldi, hurmatli obunachilar. Mol boqadan og'alarimiz birodan bo'lsa, bemalol Hamzabek akamizning Optim silosdan kelib, siloslarni xarid qilsangiz bo'ladi. Soni cheklanmagan miqdorda xudo xolasa. Izi ko'p, bemalol kelaversa, og'amizning ekranda telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman. Bemalol o'zingiz kelib, ustunda gaplashib olsangiz bo'ladi. Agar bizning kanal nomini keladigan bo'lsangizlar, ustunda kelishib yana arzonlik qilib beradilar xudo xolasa. Hozir Hamzabek akamiz bilan xudo xolasa siloslarimizni bu partiyasini necha so'mdan qo'yib beradi, hammasini batafsil video davomida e'tiborlaringizga havola qilib beramiz xudo xolasa. Bemalol kelaverasizlar. Hozir sizlar bilan birga siloslarimizni ko'ramiz va necha kilo geldi, necha so'mdan va xaltasından necha kilo bor, hammasini görüp bilib olamiz. Yana Qozog'iston og'alarimiz keldi, 100 xalta olib ketib qo'yadilar. Bemalol sizlar ham kelaverasizlar. Sizlar bilan hozir manzilni aytaman, bemalol kelib gaplashib qolaverasizlar. Videolarimiz manfaatli va kerakli bo'lmasa, videoga like bosishni unutmanglar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizlarni kuzatishda davom eting. Men sizlarga har hafta yangiliklarni va yaxshi videolarni chiqarib boraman. Kanalda yangi bo'lsanizlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Hurmatli yurtdoshlar, ko'pchilik og'alarimiz adresni bilmayaptilar. Adresni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu Urganch Qazaris yo'li bo'ladi. Ben tarafdan kelsangizlar, Qazarisdan kelsangizlar, o'ng qo'lingizda bo'ladi. Plakat turibdi Optim silosda. Agar Urganchdan kelsangizlar, chap qo'lingizda bo'ladi. Bu yerda mana plakat turibdi. Shu yo'ldan kelsangizlar va Xorazm Tekis fabrikasi bor. Shuning yon boshida yo'l bor. Shundan keladigan bo'lsangizlar, birinchi zdaryamizda Optim siloslarimiz shu yerda sotiladi. Hurmatli obunachilar, manzili adashtirmang kelsangizlar bo'ladi. Agar dim topilmaydigan bo'lsangizlar, Hamzabek akamizning ekranda telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman. Bemalol o'zingiz kelib, ustunda gaplashib olsangizlar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, yana bir marta aytaman, xudo xolasa bizning kanalning nomidan kelsangizlar, ustunda yana kelishib, qaytib arzonlashtirib beradi. Men arzonlashtirib berishdan 100% kafolat beraman xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bizning videolarimizni 95% podpiska bosmagan holda ko'rib turibdi. Podpiskani bosib qo'ysanizlar, men sizlarga her gün kerakli ve manfaatli videolarni chiqarib boraman. Hozir aka, video yoqqan bo'lsa albatta like bosing, kanalda obuna bo'lib qo'ying. Men sizlar uchun kerakli va foydali videolarni chiqarib boraman. Reklama va e'lonlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi telefon nomerlari telefon qilsangizlar, arzon narxlarda arzon qilib reklama xizmatlarimizni ko'rsatamiz. Hammani charosina baraka bersin, Optim silosda hamma kunda kutamiz. Kelaverasizlar. Qozog'iston og'alarimiz kelib, hozir geldi siloslarimiz ustunda 100 xaltani olib ketib boryaptilar. Bular bizning kanal nomidan keldi, shuning uchun arzon narxlarda berib turibmiz, xudo xolasa. Bemalol kelaverasizlar, hurmatli yurtdoshlar. Men sizlarga hamisha zo'rini va sifatlisini arzonni chiqarib boraman. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan siloslarimizni bu partiyasini necha so'mdan qo'yib beradi, hammasini to'liq ma'lumotni G'iyozam bilan birgalikda sizlarga yetkazamiz. Bemalol kelaverasizlar. Assalomu alaykum, G'iyozat, jonlimisiz? Abi, Xudo xolasa yangi partiya siloslar keldi yana. Xudo xolasa geldi. Aha. Bu partiyadan necha kilo keldi og'a, xudo xolasa? Evvelki partiyamızda 25 tonla geldi. Aha. Yine Xudo xolasa hepte ötmin durup yine bir partiyamızı furamızı aldırdık. Bundan ham şu 25 tonla. Aha. Endi eng qiziqchani hurmatli yurtdoshlarimizni yetkazsak, bu safargi siloslarimizni necha so'mdan qo'yib beramiz? Abi şu evvelki safaram 26 so'mdan koyadık. Bu safaram 26 so'mdan kılıp veremiz. Senin abonaçıların buladan olsa, senin adını aytıp keseler, senin kanalının adını aytıp keseler. 25 so'mdan tekis koyamız. Abiyomu köp buladan olsa ondan ham kılıp veremiz 25 so'mdan. Hurmatli obunachilar, ko'rdingizlarmi? Men sizlarga har doim zo'rini va sifatlisini chiqaraman. Agar meni kanalimdan keladigan bo'lsangizlar, bemalol sizlarga ustunda kelib yana arzonlashtirgan narxlarda qilib beradilar. Bemalol kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlar uchun harakatdaman. Podpishkacha sizlardan hurmat etaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bemalol siloslarimizga kelaverasiz. Siloslarimizning izi ko'p. Evvelki videomuzda ko'pchilik yurtdoshlarimiz ko'rdi, bildi. Sho'llarimiz silosdan do'lib turibdi yana. Uzoq 10 kun bo'ldi. 10 kun ichida ketib turibdi. Bam, xudo xolasa tez orada tugidi. Izi ko'p, hurmatli obunachilar. Nechalik kerak desangizlar, bor xudo xolasa kelaverasizlar. Men sizlarga hamisha yaxshisini va zo'rini taklif etaman. Video manfaatli bo'lsa, birdan like bosishni unutmanglar.